Sizlar bilan bugun aslida biz Free Fire emas, Free Fire'da nom bilan Free Fire'dagi nom bilan ulanib o'ynashni o'rganamiz. Obunachilar Free Fire'ga kiramiz. Agar do'stlaring bilan ulanmoqchi bo'lsalaring, mana bu ikkita odam turganda ustiga bittasizlar mana. Iskak drugaga bosib turib nomlarni yozasizlar. Masalan, o'rtog'imning nomi Gilavit UZB mana. Okey deb bosib turib mana qidirishda ustiga bitta bosalaring mana. O'rtoqlaringni haqiqiysini topib turib shu matto odamning rasmi turadi. Shuni yozasizlar, chunki o'rtog'imning nomi meni druzamda bor mana Gilavit UZB. Mana keyin mata chiqib qoladi, keyin mata qo'shish belgisi turadi. Shuni bosib qo'yasizlar va qo'shilib qoladi. O'zim yaxshi o'rgandilaring deb umid qilaman. Xayr do'stlar. Like va obuna bosib kommentariy yozib qo'yinglar. Meni videolarim sizlarga yoqadimi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, iltimos.